Assalomu alaykum ustakalar. Yordingiz. Aka nima bu? Bu ustalar uchun eng zo'r yashiklar, ya'ni chemodanlar to'plami. Xo'p. Bu yerda qarang aka. Mana bunaqa o'zini Tez. samarangizda soladigan qutilari bor, o'zini maxsus. Xo'p. Har bitta qutisi alohida kimga nechta kerak bo'lsa, alohida olsalar bo'ladi. Alohida bo'lib olsa bo'ladi. Albatta. Sizga qaysi yig'inda kerak bo'lsa, bo'lib olish kerak. ha, bitta yechib qo'ysa bo'ladi, bemalol. Nech pul narx? Hozir agar qarang, bitta donasi 280 ming so'm, Xo'p. 200 ming so'm, 300 ming so'm. Xo'p. Hozir bu yerda to'plab qo'yganimiz общий jamlanma 1, 2, 3, 4, 5 ta, 5 tasi mana shu turishi 1,5 million so'm. 1,5 million so'm. Bu nima? Bu o'zimizning kichkina keyslarimiz 170 ming so'm. Bunisi 120 ming so'm. Mana bunaqa вообще zo'rlari bor aka. Mana qarang, olib yurishga mushni. Ichlarini ochib ko'rsating. Ocha olish. Ocha olaymi aka? Ochadigan joyini topa olasizmi nima deysizlar? Mana qarang. Mana ko'rasizlar. Nech pul bu? Bu narxi 500 ming so'm. Xo'p. Mana bu tegan buncha qattiq aka. Bu so'mkamiz elektriklar uchun. Bu so'mka вообще elektriklar mazza qilib ishlatadigan. Qani ko'rsating ishlarini ham qo'ydik. Ishlarini maqtanamiz. Xo'p. Mana hamma narsa olsa bo'ladi. Ichida mana bunaqa o'zining listi bor spesialniy. Keling mana. Blokdan ochib oling. Mana qarang. Ploskiy отвертkalarni shundoq tiqib qo'yadi. Bo'yingiladimi buni? Yo'q, qo'ldami? Qo'lda shundoq. O'sha kimnidir xonadoniga borganda 500 ming so'm bo'lyapti bu so'mkamizda. Nima qilib tashlab sekin shuni? Nima bu aka? Bu reklama qilmaymi aka? Namcha arzon bular? Bularni endi xudo xolasa hozir chegirmada sotib turibmiz. Chegirmada. Albatta. Bular Ronix bu Nemislarning brendi. Sifatiga javob beradi. Albatta, garantiyalari bilan bu so'mkalar. Shart xullas obuna bo'lasizlar, okamni ularni yozib qo'yaman. Aloqaga chiqib, mana shu arzon narxda xarid qilmasanglar, o'zim olib ketib qolaman. Kelaverasizlar.